Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Iltimos ushbu ibratli videoroligimiz keng tarqalish uchun like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bir kishi ishdan xorib, jig'i-biyroni chiqqan holda yarim kechasi uyga keldi. Eshik ostonasida 5 yasharlik o'g'li uni kutib turardi. "Ota, sizdan bir narsani so'rasam maylimi?" savol berdi bola. "Mayli, nimani so'ramoqchisan?" "Otajon, 1 soatda qancha pul topa olasiz?" "Bu sening ishing emas. Nimaga buni so'rayapsan?" "Shunchaki bilgim kelyapti. Iltimos ayta qoling, 1 soatda qancha pul topasiz?" "Shunchalik bilging kelayotgan ekan, mayli, ayta qolay. $20 topaman." dedi bola boshini xam qilib va bir zum o'tmay yana so'ray boshladi. "Otajon, menga $10 qarz berib tura olasizmi?" Otaning qoshi o'yildi. "Menda qancha pul topishimni so'rashdan maqsading biror bir ahmoqona o'yinchoq yoki shunga o'xshash bema'ni narsalarni sotib olish bo'lsa, ovora bo'lma. Turxonangga borib uxla. Men kun bo'yi uzoq va qattiq mehnat qilaman. Bunaqa behuda maynavozchiliklarga vaqtim yo'q, toqatim ham yo'q." Bolakay xonasi tomon ohista qadam tashladi va eshikni sekingina yopdi. Bolasining qilig'i otasini ensasini qotira boshladi. Pul undirish uchun bunday savollar berishga qanday haddi sig'di ekan, o'ylardi u. Biror soatlardan so'ng hovurdan tushdi. "O'z bolamga biroz qattiqqo'llik qilib yubormadimmikan?" deya o'yga to'la boshladi. Ehtimol o'g'lim o'sha $10 chinakamga muhtoj bo'lib qolgandir. Axir bunchalik tez-tez pul so'rab turmasdi-ku. Ota o'g'lining xonasi tarafga yurdi va eshikni ochib, past ovozda so'radi. "O'g'lim, uyg'oqmisan?" "Ha, uyg'oqman", javob berdi bola. "O'ylab qarasam, boya senga biroz nohaqlik qilgan ekanman", dedi ota. "Kun bo'yi to'plab yurgan alamimni sendan olibman. Mana senga $10. Bolaning chehrasi yorishdi va otaning qarshisida o'tirib xursandligidan qichqirdi. "Voy otajon, rahmat sizga." Bola yostig'ining tagiga qo'lini tiqib, ozroq mayda pullarni chiqarib oldi. O'g'lida pul borligini ko'rib, otaning yanada jahli chiqa boshladi. Bola pullarni jamlab sanadi-da, otasiga nazar soldi. "Shuncha puling bor ekan, nega yana mendan so'raysan?" ovozini ko'tardi ota. "Chunki o'zimda yetarli emas edi. Hozir esa to'ppa-to'g'ri bo'ldi", javob berdi bola. "Ota, mana menda $20 pul bor. 1 soatingizni sotib olib qolay. Bu vaqtni men bilan o'tkazing." Azizlar, ish bilan band bo'lib, farzandlarimizga mehr berishni unutmaylik. Ular ham bizning mehrimizga zordirlar. Do'stlar, videoroligimiz yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.